Hammaga salom. Bugun Higgsfield'da zo'r video effektlar bilan hozir trendga chiqib ketayotgan, uchib ketayotgan videoni yasash kursini beraman. Qaranglar, birinchi Higgsfieldga kirib olamiz. Higgsfieldga kirib olamiz. Mana bu bizda Google'da birinchi bo'lib chiqib keladi. Va bu yerda login qilib olamiz. Birinchi baribir saytga kirib olish kerak, o'shaning uchun login qilib olamiz. Continue with Apple deyman. Apple bilan kirish qulayroq. Barmog'imni bitta qo'yaman bo'ldi. Parol ter bir balola qil deb o'tirmaydi bu. Rostdan ham kirasanmi, otni bosib o'rdingman, kirib ketadi bo'ldi. Mana Higgsfieldga kirib keldik. Bu yerda menda kredit yo'qsan 0 otdi. Hech qanaqa oylik kreditimni ishlatib qo'yibman. Xullas 10 ta kredit bu 1,5 ta videoga yetadi sizlarga. Или yana 5 kreditli anaqadan ishlatsanglar 2 ta videocha yasab olishga yetadi. Faqat men o'zim profilimni yo'qotib qo'ydim. Menda profilda adashmasam, sizlarga ko'proq bemalol video yaratib berish uchun kursni beraman. Mana bu yerda 90% kredit bor deyapti. Tak. Mana videoga kiramizda. Kirishimiz bilan mana bu yerda bizda chap tarafda paydo bo'ladi create video. Bu rasmdan video yaratadi. Mana bularni almashsangiz bo'ladi. Effektlarni har xil ko'rsangiz bu yerda vashshe yana trendga chiqib ketayotgan, mana juda ham ko'p ko'rgansizlar. Mana mushtlashni, zoom outni, mana bunaqa effektlarni juda ham ko'p ko'rgansizlar. Men hozir sizlarga bitta primer qilib kursni beraman. Bu yerda men Google'da mana drift deb rasm qidirib topib oldimda. Mana masalan men mashinani driftni realizatsiya qilib kursni beraman. Ya'ni jonlantirib, harakatga keltirib kursni beraman. O'sha Instagramdagi o'sha uchadigan, dahshat qilib effektlar bilan kurs berayotgan videolar hammasi mana shunaqa rasmlarni olib o'zlari yaratib olishadi yoki mana shunaqa qilib topib olishadi-da. Meniki mana handheldni tanlab oldim. Bu imенно mana shunaqa nimalar bilan, ko'plar bilan, bir balolar bilan effektlarga to'g'ri keladi. O'shaning uchun shuni tanlab oldim. Va men bu yerda upload image degan joyda men mana rasmni, mashina drift bo'layotgan rasmini bosib yuboraman. End frame qo'shsak bo'ladi. Bu rasm boshlanishi, videoning boshlanishi bo'ladi va oxiri end frame masalan boshqa joyda aylanib qiyshayib turganini ham qo'shsanglar bo'ladi. Men hozir qo'shmasdan prosta kursni beraman. Promptni ham olib tashlayman вообще. И modelni o'zgartirishimiz mumkin. Mana Higgsfieldni standartiga yoki kattaroq, qimmatrog'iga qo'ysak bo'ladi. Qimmatroqdan yana pul so'rayapti. To'ymaskan bular. Standartga qo'ysak bo'ladi. Standart mana 10 ta olar ekan, 10 ta ochko. Men $9 ga 150 ta sotib oldim. Endi tasavvur qiling, $9 ga mana shunaqa videodan 15 ta yasasa bo'lar ekan, demak $9 degani bu 114 ming примерно bo'ladi. Xullas mana shunaqa qilib men hozir sizlarga bitta yasab ko'rsataman. Prosta just continue fast motion deyman. O'sha bo'layotgan harakatni, tez bo'layotgan harakatni prosta davom ettir deb yozib qo'ydim. Endi generate ga bosib yuboraman. Bu menga bu yerda queue'ga navbatga tushadi. Aylanib turadi. Где-то bir 1-2 minutda menga chiroyli, zo'r effektli videoni yasab berish kerak. Mana menimcha bizning video tayyor bo'ldi. Qani ko'ramiz. Juda ham tiniq qo'raman menimcha. Mana ko'rasizlar. Effektni ko'rasizlar. Dahshat. Bunga bitta montajda qanaqadir dahshatli ovoz, muzika qo'yib yuborasizlar, bo'ldi, ketdi. Yoki mana men bitta ko'rdim shu narsalarni. Kema uchyapti, avariya bo'lib ketdi, qurol bilan yuribdi. Xullas istalganini masalan man with gun deymizda bosamiz. Shuni davom mana shuni tekshirib ko'ramiz. Buni faqat davomini o'ylab topishimiz kerak biza. Slow motionda pulidan o'q otdi deb nomlashimiz mumkin. Slow motionda. Buning uchun biza kelinglar head explosionni sinab ko'ramiz.
Head explosion'ni tanlaymiz. Head explosion'ga o'zgardi. Endi bu yoqda rasmni janob agent 007 rasmini tanlaymiz-da. Buni his head got shot and exploded. Buni ham qanchalik grammatически to'g'ri, iltimos so'kmanglar. Lekin buni o'zi tushunib oladi. Mana enhance on degani mana bitta turgan. Enhance on degani bu o'zi avtomatik siz nima demoqchiligingizni tushunib oladi-da, o'zi generatsiya qilib tashlaydi qolgan. Siz nima demoqchiligingizni sal tushuntirib olsangiz bo'ldi. Mana GPT-ga yarimta gapirsangiz tushunib oladi-yu, bu ham xuddi shunaqa qisqagina gapingizdan tushunib oladi-da, shunaqa effektni o'zi chiroyli qilib yozib beradi hammasini. Mana sizlarga bitta misol, mana bu sizlarga ikkinchi misol. Xullas, mana video qismiga kirsanglar, mana masalan men explore ga bosaman. Mana bitta ochila qolsin-chi. Explore ga bosinglar mana create image, video, motion control, edit image, motion control ham ko'rsatib beraman hali. Mana create video ga kirsanglar, bu yerda effekt judayam ko'p. Mana bunaqa forma ochiladi. Hamma qiladigan ishinglar mana shu formani o'zida. Mana bu effekt, bu yoqda start end rasm bo'ladi. Mana start frame end frame rasm bo'ladi. Hamma modellarda ham, hamma effektlarda ham yo'q. Mana audio qo'shsanglar bo'ladi ba'zida. Mana masalan qani edi Higgsfield. Mana bu yoqda modellarni tanlasanglar bo'ladi. Xullas bu yoqda mana Higgsfield o'zini modelini tanlasanglar bo'ladi. Xullas bu yerda vaqtini o'zgartirsanglar bo'ladi. Aspect ratio degani 16:9 mana bunaqa YouTube format degani 9:16 bu Instagram Reels format. Mana shunaqa qilib tushunsak bo'ladi. Audioni yoqsa, modelni o'zgartirsak, duration'larni o'zgartirsak, mana ko'payib ketaveradi. Agar sizlar o'sha minimalni $9 dan boshlasangiz, e'tibor qilinglar, 150 kredit beradi. Mana 20 ta videodan sizlar hech qancha praktik yasolmaysizlar. Shuning uchun asosan men ovozini yo'q qilib olib, men o'zi faqat chista sizlarga ko'rsatib berish uchun oldim buni Higgsfieldni. Menga umuman kerak emas. Men Flow o'zida, Google Veon o'zida hammasini qilaveraman. Tak, mana bu hali ham progressda ekanmiz-da. Yo'q, clean emas ekan. Clean 2.5 ni ko'ramiz. New ni ko'ramiz. Mana bittasi Raven transition. Mana shadow smooth. Ko'rasizlar, mana shu effektni prosta tezlashtirib yuborgan bo'ldi. Tezlashtirib yuborgan. Shunaqadan ko'p videolarni yig'ib qo'ygan, muzikani cho'tkisini qo'ygan, dahshat. Buni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, Raven transition'ni bu vashshi ko'p joyda ishlatishyapti buni ham. Qushga aylanib, uchib ketib qaytib odam bo'lib qoldi. Xullas hamma narsani, juda ham ko'p narsani mana shu Higgsfieldni o'zida qilishyapti. Higgsfieldni o'zi bu bitta o'zbekistonlik, bitta asosan shu O'zbekistonga asoschisi. Xullas mana buni ko'raylikchi. Bizda nima paydo bo'ldi? Opa, mana o'q deydi bunga. Boshi parchalanib ketdi. Uzr, endi sizlarga shunaqa narsa ko'rsatolmam, o'zi ko'rsatmoqchi emas edim. Endi mana buni ko'rsak bo'ladi, misol qilib ko'rsak bo'ladi. Mana buni menimcha mana shu ideal rasm. Mana rasmni olaman va buni shu boshqa joyga borib qolganini men buni Gemini'da birinchi yasab olaman. Xuddi shu odam boshqa joyda This man is standing on the street. Xuddi shu odam pastda ko'chada tik turgan rasmini chizib berdim. Bu bizada boshi bo'ladi, boyagi odam rasmni o'sha transition'ni oxiri bo'ladi. Mana endi bizga bo'veradi mana shu ham. Xullas asosan sizlarga fantaziyani, ideyani o'zingizlar quraverasizlar. Men sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa qilishni. Mana Raven transition qushga aylanib uchib ketishi boshlanishda mana bu zdaniyaning ustida o'tiribdi. End frame'ga esa pastda yerda qarab turganini chizamiz. Olib tashlaymiz buni. Opisaniyani o'zi qo'yib oladi. Kerak bo'lsa
2 turbo start. Всё. 2,5 turboda sinab ko'ramiz. Endi bosaman. Bu promptni ham o'zi yasab oladi. Start and frame. O'sha transition'ni ham ko'ramiz. Bu ham xuddi o'sha eng top trend, viral bo'lib ketayotgan effektlardan bittasi. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha mana 1, 2, 3 efir olib tashlasham bo'lar ekan. No, sizlar o'zinglarning rasminglarni bitta u yoqda, bitta bu yoqda qilib qo'ysanglar yoki qanaqadir effektlar bilan chiroyli qilib yasab olsanglar ham bo'ladi. Xullas, mana shunaqa effektlarni hammasini Xfilter qilishyapti. Bitta sizlar ko'rishinglar mumkin. Xohlagancha effekt, xohlagancha variant bor. Bu yoqda tepadagi modellarni har birini tanlaganinglarda o'ziga mos bo'lgan juda ham ko'p tayyor yozib qo'yilgan effektlar judayam ko'p. Buni hammasi Xfilter. Buni hech qayerda pul to'lab o'rganishingiz kerak emas. Shunaqa qilib bemalol foydalaning. Mana $9 ga 5 ta kreditdan ishlatib 30 ta video yozsangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.